Mittivoy va Karlson. Muallif Astrid Lindgren. Stokgolm shahridagi odatdagi ko'cha-yu odatdagi uylarning birida Svantesson familiyasi oddiygina shved oilasi yashardi. Bu oiladagi ota ham, ona ham ko'pchilik ota-onalardan farq qilmasdi. Bosse, Beten va Mittivoy ismli 3 bolakay ham o'z tengqurlariga juda o'xshardi. Men hech ham oddiygina Mittivoy emasman, dedi Mittivoy. Bu to'g'ri emas, albatta. Axir bu olamda 7 yashar, ko'zlari ko'm-ko'k, quloqlari kir, ishtonining tizzasi yirtilgan bolalar kammi? Bunga shubhalanmasa ham bo'ladi. Mittivoy ko'cha changitib yurgan minglab bolalarning biri. Bosse 15 ga kirgan. U doska oldida turgandan ko'ra futbol darvozasida turishni afzal ko'radi. Demak, u ham oddiy bolalardan. Beten 14 yoshda. Uning sochi ham oddiy tengdoshlarining sochiga juda o'xshaydi. Butun boshli uyda bitta zot o'zgalarga sira o'xshamasdi. U tomda yashovchi Karlson. Ha, u chindan ham tomda yashardi. Shuning o'ziyoq antiqa edi. Balki boshqa shaharlarda sal boshqacharoqdir. Biroq Stokgolmda birorta odamning tomda, yana alohida kichkina uychada yashaganini hech uchratmagan. Lekin buni qarangki, Karlson xuddi shu biz aytgan tomda yashaydi. Karlson kichkinagina baqaloq kekkaygan bir odamcha, buning ustiga uchish qobiliyatiga ega. Samolyot va vertolyotlarda hamma ham ucha oladi, lekin Karlsonning o'zi uchadi. Qornidagi tugmachani bossa bas, orqasidagi kichkina ajoyib motorcha tarillab ishlay boshlaydi. Parrak pirillab aylanguncha Karlson bir zum qimir etmay turadi. Motor rosa ishlagandan keyin Karlson osmonga ko'tariladi-da, yengil chayqalib uchib ketadi. Uning xuddi direktorga o'xshab kerilishini ko'rsangiz, biroq orqasida parragi bor direktorni tasavvur etish mumkinmi? Karlson tomdagi kichkinagina uyda rohatda yashaydi. Kechqurunlari ostonada o'tirib yulduzlarni tomosha qiladi. Derazalardan ko'ra tomda yulduzlar yaxshiroq ko'rinadi. Shuning uchun ham nega odamlar tomda kam yashashadi-ya, deb hayron bo'lsam-da, bo'lasan kishi, balki boshqa odamlar buning fahmiga borishmas. Axir ular Karlsonning u yoqda uychasi borligini bilishmaydi, chunki uni kattakon mo'ri to'sib turadi. Umuman, kattalar unga qoqilib ketishganda ham kichkinagina uychaga e'tibor qilisharmidi? Kunlardan bir kun mo'ri tozalovchi Karlsonning uychasini ko'rib qoldi. U juda hayron bo'lib o'ziga o'zi: "Tavba, uychami? Yo'q, ko'zimga shunday ko'rinayotgandir. Tomda kichkina uycha turibdimi? Qayoqdan kelib qoldi?" dedi. Mo'ri tozalovchi mo'riga tirmashib chiqdi-yu, shu zahoti uycha yodidan ko'tarildi. Shu boshqa esiga olmadi ham. Mittivoy Karlson bilan tanishgandan juda xursand bo'ldi. Karlson uchib kelishi bilanoq juda g'alati sarguzashtlar boshlanardi. Aftidan Mittivoy bilan tanishganidan Karlsonning ham ko'ngli chog' edi. Axir kichkinagina uyda yakka o'zi turgach zerikadi-da, yana bu uyni hech kim ko'rmasa, nimasi yaxshi? Uchib o'tayotganda bitta yarimta "Salom Karlson" deb qichqirmasa, so'rashmasa, kishiga alam qilmaydimi? Mittivoy bilan Karlson nobop kunda tanishdi-da, o'sha kuni Mittivoy bo'lishni hech qizig'i yo'q edi. Holbuki, odatda Mittivoy bo'lish juda ko'ngilli. Mittivoy oilaning erkatoyi, uning og'zidan chiqqani muhayyo qilishardi. Biroq bugun negadir ish chappasiga ketdi. Oyisi uni yana ishtonini yirtgani uchun koyidi. Beten unga "Burningni artib yursang-chi", deb o'shqirdi.
Maktabdan kech qaytganiga dadasining jahli chiqdi. Ko'cha-ko'yda sanqib yurasan-a, dedi dadasi. Ko'cha-ko'yda sanqib yurarmish. Axir uyga kelayotib yo'lda kuchukchani uchratib qolganini dadasi bilmaydi-da. Kuchuk shunday yoqimtoy, shunday chiroyli ediki, asta qo'yaverasiz. U go'yo Mittivoyga ergashib ketgisi kelganday uni hidlab, hadeb dumini likkallatardi. Mittivoyga qolsa kuchukni jon deb olib kelardi-yu, biroq oyisi bilan dadasi uyga it olib kelishga qarshi. Buning ustiga muyulishdan bir xotin chiqib, Riki, bu yoqqa kel, deb qichqirib qolsa bo'ladimi? O'shandan keyin Mittivoy kuchukdan butunlay umidini uzdi. Butun umr itsiz o'tib ketadiganga o'xshayman, dedi Mittivoy kuyunib. Ishi o'ngidan kelmagach. Oyi, siz dadam bilan birgasiz. Bosiya bilan beting ham sira ajralishmaydi. Doim birga. Men-chi? Mening hech kimim yo'q. Oppog'im, Mittivoy, axir biz hammamiz seni yaxshi ko'ramiz-ku, dedi oyisi. Bilmadim, dedi Mittivoy ko'ngli battar cho'kib. Chunki unga chindan ham bu dunyoda hech kimi va hech narsasi yo'qdek tuyulardi. Ha, aytmoqchi, uning o'z xonasi bor edi. U shu xonaga kirib ketdi. Bahor oqshomlaridan biri. Derazalar ochib qo'yilgan, oq pardalar go'yo hozirgina musaffo osmon qo'ynida paydo bo'lgan mitti-xira yulduzlar bilan salomlashayotgandek sekin hilpirardi. Mittivoy tirsagini deraza tokchasiga tiragancha ko'chaga qarab o'tirdi. U bugun yo'lda ko'rgan chiroyli kuchuk haqida o'ylardi. Balki o'sha kuchuk hozir oshxonada savat ichida yotgandir. Mittivoy emas, allaqanday boshqa bola uning yonida o'tirib, Riki, sen ajoyib kuchukchasan, deb paxmoq boshini silayotgandir. Mittivoy og'ir xo'rsinib qo'ydi. Birdan uning qulog'iga g'o'ng'illagan tovush eshitildi. U tobora kuchayib, keyin deraza yonidan lo'ppigina kichkina odam uchib o'tdi. U ko'zlariga ishonmay ag'rayib qoldi. Bu tomda yashovchi Karlson edi. Lekin Mittivoy hali uni tanimas edi. Karlson Mittivoyga boshdan oyoq qarab chiqdi-da, keyin yana uchib ketdi. U baland ko'tarilib, tom ustida mo'ri atrofda bir aylandi-da, yana orqasiga deraza tomonga qaytdi. Tez uchib Mittivoyning yonidan xuddi kichik samolyotday g'uvillab o'tib ketdi. Keyin Karlson ikkinchi marta aylanib keldi. So'ng uchinchi marta. Mittivoy bu yog'i nima bo'larkan deb qimir etmay turaverdi. Uning hayajondan nafasi tiqilib, yuragi shig'illab ketdi. Axir bunday semiz, kichkina odamcha derazasi yonida har kuni ham uchib o'tavermaydi-da. Kichkina odam bu orada uchishini sekinlashtirib, deraza ro'parasiga kelganda, "Salom, shu yerda bir pastga qo'nsam maylimi?" dedi. "Ha, bemalol", dedi Mittivoy shosha-pisha. Keyin, "Nima, uchish qiyinmi?" deb qo'shib qo'ydi. "Menga cho't emas, hecham og'irmas", dedi Karlson kerilib. "Chunki dunyoda eng zo'r ucharmonman, biroq tunkadek qo'pol, besunuqay odam menga tahdid qilishni o'ylamasa ham bo'ladi." Mittivoy uning tunkadek qo'pol degan gapiga xafa bo'lmasa ham bo'ladi deb o'yladi-da o'zicha, biroq uchishni hech qachon havas qilmaslikka ahd etdi. "Oting nima?" deb so'radi Karlson. Mittivoy, "Lekin asli otim Svante Svantesson. Mening otim Karlson." "Ha, hayron bo'lma." "Karlson, vassalom." "Salom, Mittivoy." "Salom, Karlson", dedi Mittivoy. "Yoshing nechida?" deb so'radi Karlson. "7daman", deb javob berdi Mittivoy. "Juda soz, kel, bir gaplashaylik", dedi Karlson. Shunday deb kalta, semiz oyoqchalarini deraza tokchasidan tushirib, lip etib xonaga qo'ndi. "Sening yoshing nechida?"
deb so'radi Mittivoy kap-katta odamning o'zini bolalarday tutishidan hayron bo'lib. Nechaga kirding deysanmi? deb takror so'radi Karlson. Ayni qirchillama paytim. Boshqa hech nima deyolmayman. Mittivoy qirchillama paytning nimaligini aniq bilmasdi. Balki o'zining ham qirchillama paytidir-u, hali buni o'zi bilmas. Shuning uchun ham sekin o'smoqchilab so'radi. Qirchillama payt qaysi yoshda bo'ladi? Har qanday yoshda, deb javob berdi Karlson, mamnun kulimsirab. Ayniqsa men to'g'rimda gap ketganda o'sha yoshdaman. Men chiroyli, aqlli, tobida semirgan, kuch-quvvatga to'lgan erkakman. U Mittivoyning kitob javoni oldida keldi-da, o'sha yerda turgan o'yinchoq bug' mashinasini oldi. Kel yurgizamiz, deb taklif qildi Karlson. Dadamsiz yurgizish mumkinmas, dedi Mittivoy. Mashinani faqat dadam yoki Bosi borida yurgizish mumkin. Dadang, Bosi yoki tomda yashovchi Karlson bilan birga yurgizish mumkin. Bug' mashinalari bo'yicha jahondagi eng zo'r mutaxassis o'sha tomda yashovchi Karlson bo'ladi. Dadangga ham xuddi shunday degin, dedi Karlson. U mashina yonida turgan denaturant qo'yilgan shishani chaqqon oldi-da, kichkinagina spirtovkani to'ldirib pilikni yoqdi. Karlson bug' mashinalari bo'yicha dunyodagi eng zo'r mutaxassis bo'lsa ham denaturani eplab quyolmay to'kib yubordi. Javonda denaturantdan halqob hosil bo'ldi. U lop etib yonib, alanga butun javonga o'rmaladi. Mittivoy qo'rqqanidan qichqirib yubordi va o'zini chetga oldi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, dedi Karlson va ogohlantirgan bo'lib semiz qo'lini ko'tardi. Biroq Mittivoy alangani ko'rib xotirjam turolmadi. U darhol latta olib alangani urib o'chirdi. Yaltiroq javonning betida bir nechta katta-katta xunuk dog' qoldi. Qara, javon rasvo bo'ldi, dedi Mittivoy tashvish bilan. Endi oyimga nima deyman? Parvo qilma. Bu ro'zg'orda bo'ladigan gap-ku. Kitob javonini 5-6 joyi jindek dog' bo'ldi xolos. Bu ro'zg'orda bo'ladigan gap. Oyingga xuddi shunday degin. Karlson bug' mashinasi yoniga cho'kkalab o'tirdi-da, ko'zlarini pirpiratdi. Hozir yurib ketadi, dedi. Chindan ham. Bir soniya o'tar-o'tmas bug' mashinasi ishlab ketdi. Pish, 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 deb pishilladi u. U dunyodagi bor bug' mashinalarining eng yaxshisi edi. Karlson go'yo bu mashinani o'zi ixtiro qilganday mamnun va mag'rur turardi.